أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى باب الجنايات. Biz o'tganki bablarda hajning 3 xil turining ahkamlarini va umrining ahkamlarini bayon qilgan. Asas ahkamlar shu. Endi hozir osh ahkamlarni ijro qilish jarayonida bira egizpas qilib qolsa, bira cheklimiga rioya qilmay qolsa, yo bira vojibotni tark etib qolsa, hukmi nima bo'ladi degan masalalar ustida to'xtalamiz. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور نن تعريف ده bunun riya aralashmagan, fisq fujur, günah ma'siyatlar aralashmagan saf hajjul mabrur degan. Ana bu shunda vojibotni tark qilib qolsa, günah bir ishlar bo'lib qolsa, cheklamaga rioya qilmay qolsa, mabrur bo'lmay qoladi. Ya bununla asan fidya ya kafarat to'lab tuzlatsak, u shu jihatdan chiqayotgan chinni yamaganda gunohsi bo'ldi. Aslida shunda jinoyatni qilmay sog'lom haj qilish asl maqsad. Avamda ba'zi bir diqqatsizlikdan yoki savallikdan bilib bilmay ba'zi bir xatoliklarni qilib ahvollari. Avariddan yana favat bor. Avaridni 3 desak, masalan, haj umriga borgan kishi duch keladigan masalalar 3 turli bo'ladi. Birisi jinoyat. Jinoyatning ichida ihramga zid qiladigan ishlarni qilib qilish, hajning vojibotlarini tark etib qilish yoki haramning hurmatiga daxl yetkazadigan ovlashdek ishlarni qilish bor. İkinci türlüki el-ihsar. Hajga mangan vaqtida dushman ya kasallik sababidan baramay yerim yo'lda qolib qilish masalasi. Uchinchi avarid al-favat. Mangda lekin ulgurmay qoldi. Mavamda avaridning birinchi turligi al-jinoyat. Qala idza tayyaba al-muhrimu udwan fa alayhi shatun. Ihram bağlayan kishi muhrim ishada ervosun, ayol olsun o'xshash. Ihramlik haji yoki umrchi badandagi butun bir a'zoni xushpuroq surkab, atir ishlatib, xushbo'ylatsa, fa alayhi shatun. Bir qo'y qantildi. Ne diqqat qilinglar, bir qo'y degan gapga. Aslida oyatda tafdiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Achachutish masalasida oyatda 3 turlik narsin birini tanlashi ixtiyorlik bo'lgan. Ka'b ibn Ujra radhiyallohu anhu hadisidami ayudika huwa muktasa na'am diyen ekan fahliq wa sum 3 ayyam aw at'am 6 masakin aw unsuk nasika. Bunda ixtiyorlik bo'lgan. Lekin Hanafi mazhabda cheklangan ishni qilib qolgan ahvoliga qarab qon qilishi muayyanlashib ketadi yoki sadaqa berishi muayyanlashadi deb menda ayirdi. Eg'ir yengillikka qarab. Bu o'zrisiz qasddan shuni qilib qolgan ahvolda, endi o'zrilik bo'lib qolsa, ash ixtiyorlik bor. Mesela şu Ka'b ibn Ujra radhiyallohu anhu chechi qishtesib ketdi-ku, beram bo'lgan ekan, o'zirlik bo'lg'achqa ham oyatma tamankan baridan aw bihi adam ra'si kesal bo'lsin yoki aziyat bo'lib qolsa, bu o'zirlik ahvol. O'zirlik ahvolda ashna ixtiyorlik bor. Uchning birini tanlaydi. Birisi 3 kun ro'za tutish, yana birisi 6 miskinga tomoq berish, yana birisi bir qo'y qon qilish. Ana bir mazhab ixtiyorlik holat bilan o'zirlik ahvolini ayirib, o'zirlik ahvolda ixtiyorlik bor. Lekin o'zirsiz, o'zi xalaqanda qilib qolsa, bu chaqda ixtiyorlik yo'q. Ig'roq bo'lsa, bir qo'y qon qildi. Ashuni ig'roqni beramiz. To'rak bo'lsa, to'rakni beramiz deb anda bekitgan. Lekin jumhur ulamolar ixtiyoriy holatdami, qasdan qilgan ahvolda o'zirsiz holatdami ixtiyorlik bor degan. Shu yerda shart yo'qdi. Asli oyat va hadisda 3 turlik narsani birini tanlaydi degan. İmamın nezarında iğrab diyorsunlar. Cık işletişiyle azrak işletişine ayrıydı bu. Yani bir mezhepte. Yani cık işletişinin ki az işletişiyle çekinime bir çek bitmesek az köpüklüğüne arayamayız. Bu çekinime ise bedendeki bir azanı bütün kuşbuluvetse, etir işletivetse bu cık diyenini bildirdi. Bir azanın hemen emez bir kısmına etirilse bu çağda az oldu, onun kan kemmeydi, sedat geldi diyen. İrtifak-ı kamil müşahede bir azanı toluk etirlaş. Munda çek ayırdı.
Endi oyat va hadislarda bu o'zirlik holatda ixtiyoriy bayon qilgan bo'lsa-mu, bu zarurat bo'lganlik uchun shunda kamchilikni qo'yib bergan. Shundan birini tanlab oldi. Lekin hozir qasdan bo'lgan zarurat bo'lmasa, o'zirsiz holat qilgan bo'lsa, bunda ixtiyorlik bermaymiz demakchi. لأن الطيب من محظورات الإحرام. Çünkü xushbo'y ishlatish ihrom holatda cheklangan ishlardir. La yu'rafu fihi xilafun. Bunda ixtilof yo'q. Ijmo bor bunda. La yu'raf fihi xilaf degan so'zmi ijmoni bildirgan so'zlar. Lekin ehtiyot qilib, bizning xabarimiz yo'q, biror ulamo boshqasiga qolgan bo'lsa deb ehtiyot bilan iborat so'zda la arif fihi xilafan deb rasul. Bu ijmo bor bunda. İmam İbn al-Muzir İcma diye kitabda ecma'u ala enne al-muhrima memnu'un minel cima' ve qatl as-saydi ve at-tib. İmam İbn Hazm Maratib al-İcma diye kitabda, İmam İbn Abdülber İstizkar'da, İmam Nevevi Mecmu diye kitabda icma bağlılığını nakl qilgan. Cinayet dediğin ama el-cinayet lügat manasında yaman bir işini qilish, bir günahını qilish, cennet samara usulüdür, mevini üzüp, usulüdür istek bir qilmishni geldiğini yüklü olgandek bir mazmunda keç. Bu şerketini gösterdi. Yani Kitab-ül Hac'da bunu iki türlük deb bayon qilsak bo'ldi. Birincisi ihrom sababidan qiladigan jinoyatlar, masalan, xushbo'y ishlatish, tirnoq chashlarni ilish, ovlash va jima qilish va uning muqaddimalarini qilish degandek. Yana haj vojibatlardan birini tashlab qo'yish. Mushammasi ihromga zid qilingan jinoyatlar. Ikkinchi turligi harom sababidan qilingan jinoyatlar. Bu harom doirasidagi daldaraqlarni kesib o'tish, o'g'illarni ovlash qatorliqlar. Bu haramga qilgan jinoyat deb qarsak, unda ihrom bo'lgan kishi bo'lsin yoki ihrom bo'lmagan kishi bo'lsin o'xshash bo'lishi kerak. Yani o şu hac cinayetlere hacı olsun, ömürçü olsun, emmizki okşaş. Yani hacda cinayet şekillerinde, ömürde şekillenmeydi demek. İşte okşaş şekillerinde. Yani yani bir mezhepte şu iki türlük cinayet dedik. Bu cinayetler iki türlük nesini keltirip çıkırdı. Birincisi günah. Elbette kasten bulup kalsa, şu cinayetini kasten kılıp kalsa günah var. Bu en yakın. Özürlük qilib, yoki bilmay nuqtasi gunoh yo'q, lekin yana keladigan narsa yo'qdi. Ikkinchi keladigan narsa kaffarat, ya fidya, ya jazosi deymiz. Yani bir mazhabda bu fidya kaffaratning kelishi bilib qilsin, bilmay qilsin, qasddan qilsin yoki majburlangan holat qilsin o'xshash. Keladigan narsaning turlari ba'zida masalan qon muayyanlashib ketdi. Hozir mesela bir qo'y dedi-ku, undan keyin o'sha qo'y mutaayyanlashib ketdi. Bu ixtiyorlik varga qo'yni o'qimasa 3 kun ro'zasi bo'ladi yoki 6 miskinni g'izolandirish bo'ldi demaymiz. İkinci türü sadaqa muayyanlashib ketgan ahvol. Sadaqa muayyanlashgan ahvolda buning o'rniga qon qismi mel bo'ldi. Üçüncü türlüki qon va ro'zini tartib bo'yicha bekitish. Qurbonlikqa qurb etmay qolsa ro'za tutadi. Lekin bu ahvolda sadaqa yoki uning qiymatini ba'zi bo'lmaydi. Masalan, kamallam yajid fasiyama 3 ayyamin fil hajj va 7 idza rajatum. 10 kun ro'za tutishni shuni badal qildi. Yani 10 kun ro'za tutmagan ahvolda tamoqlarisiz yo pulisiz degan gap yo'q. Üçüncü türlüki 3 narsaning birisini ixtiyor qilish. Ya qon qiladi, ya ro'za tutadi yoki 6 miskin tamoq qiladi degandek. قال صلى الله عليه وسلم الحاج الشعث التفل hacı degan shashlari cho'q, g'ayr puroq kelib turgan shunda avara odamni hacı deymiz. Ve huve allazi taraka at-tiba. At-tafl degan xushpuroq ishlatmagan kishi min at-tafali ve huwa ar-raihatul kariha. Xushpuroq ishlatmaganligi shu tapurqi masalan shunda g'ayr puroqlik kelib turgan holatni ko'rsatdi. وروي المحرم أشعث أغبر من در روايات keldi. Ihram bo'lgan kishi degan shashlari cho'q, to'ptarat mushunda bo'ladi. Arbat tugan chaqdimi Alloh taolo farishtalarga ajrini ko'rsatib turib faxrlandi dedi-ku. Shu'san g'ubra ataw min kulli fajjin amiq. Agbar g'ubardan kelgan. G'ubayra degan zimin bo'ldi.
وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. Bu muttafaqun alayhi hadis مسه الزعفران أو الورس degan. Kiyim-kechaklardan zapa yoki zarchiva surkalgan kiyimlarni kiyishni to'sgan, ehromli kishining osh kiyimlarini kiyishni to'sgan. Bu varsiyan zarchiva desak, zapamo shunga yaqin bir xil xushpuroq chiqadigan o'simlik. Bunda boshqa usfur, kurkum degan narsalar bor masalan. Zaranzi chiqishga deymiz. Bu ikkisi xushpuroq narsa. قال فما ظنك بما فوقه من الطيب. Bu kiyim-kechak boshunda bo'yalgan bo'lsa, chekilgan tursa, kiyim-kechakning ustiga yoki badanga surkalgan xushpuroq albatta cheklanadi. Qiyas avlaviymi? Yana bu shu ehromli holatda xushbo'y chekilgan hadislardan Buxoriy va Muslim Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis bor. Anna rajulan waqasathu ba'iruhu وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. Bu o'lib ketgan kishi, ehromlik kishi meytalatda xushbo'y sheklansa, tirik holatda albatta cheklandi demoqchi. Yani Ya'la ibn Umayya radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi muttafaqun alayhi hadisda ja rajulun faqala ya Rasulullah kayfa tara fi rajulin ahrama bi umratin wa huwa mutamaddiqun bi tibin faqala lahu ighsil at-tiba alladhi bika 3 marrat wa anzi' anka al-jubbata wasna' fi umratika kama tasna' fi hajjatik. Bu hadislarni ehrom holatda xushbo'y ishlatsa, tirishlatsa bo'lmaydiganligini ko'rsatadi. Ehram bağlaştın ilgiri Resulullah'ın bedeniga so'p qo'ydi. Keyin junish orqali uni maddasi chiqib, bedenda shuningki iznas qilibdi. Shunga hadisda ka'anni anduru ila wabisi at-tib fi mafraq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Juyingandan keyin ehrom kirdi shunama. Ehrom kirishdan burun shudi bu bedanga. Uçağındaki atirlar şunu qo'yaq, yağdak ajmajan atirlar. Hozirning bor qimmat. So'ndan keyin ehramga kirish uchun juyindi, ya tartaldi. Olgandan keyin buningki maddasi yulib ketib, buna iznasi pat taqrab qoladi. Bir xil xushbo'y burayishdi. Ammo bu burun sulgan bo'lg'achqa ehramdan keyin sulgan bo'lg'achqa ruxsat. Ammo xushpuroqlangan ehromlik kiyim bo'lsa, buni ehromga kirishdan burun atirchislab qo'yib, ya atirchishib qo'yib keyin kiysa bo'lmaydi. Shuna Hazrat Oyshaning hadisi, Rasulullohning badaniga atir so'p qo'ydi demoqchi. Ehramdan chiqayotgandan keyin ana yana atir so'p qo'ydi. Chunki aytishgan ehramda turdi, burunqi xushbo'yninki asir qolmadi. Uningki tavafil ifoda kirish uchun shu tashitda qurbonligini qo'ygan sezim shutdi-ku. Shunga andin yana atir so'p qo'ydi. Chunki ehramga yana besqiyagi sedon bo'lg'achqa boshqa furmusin deb demoqchi. Şuna bizde ehram burunqi vaqtlarda ba'zi bir oy ya 20 kun ya 2 oy aşında uzunmuda davomlashga işte. Mesela şu Zulhuleyfe'den mansa Mekke'ye belki 10 kunlik kilishi mumkin. Ya bosh savoblarga 15 kunlik kilishi mumkin. Undan keyin Mekke'ye kelib necha kun saqlashi mumkin. Bu jarayonda chang to'zon va o'sha Hijozning issiq havosida ta'pirib ahol bo'lg'achqa bu shuna uzun davomlashida shuna ehramga kirishdan burun chash yasab tirnoq asaq qilib badan tozalik qilib ayda xushbo'y surtilib andin kirgan. Shuna Rasululloh chechini yirimlab qatirib olgan. Inni qallattu hadi va labbattu ra'si fala uhil hatta anhar hadi degan. Aşında qatirvasa 15-20 kun mı qaytqicha chang to'zon olmay, paqib turmay, pakiz turdi. Aşında tayyorlik qilgan ish bor. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث المعتدة إدت السجايا لقدا الحناء طيب. وش لفظلان عايز كلام بسيط لكن باشتا سهيرك رواية المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تحتضب ولا تكتحل.
Tahtadir degan shunga yaqin. Xini bilan yoki boshqa bir narsa bilan bo'ymaydi degan ma'noda. Chunki bu xinining bir xil xushpuruqi bor. Xinining puruqi bor. Lekin o'sminingki puruqi yo'q. Faida tatayyaba degan xushpuruq ishlatsa degan mishada. Xushpuruqni badaniga sursin, badaniga chassin yoki kiyimiga sursin, kiyimiga chassin, xushpuruq ishlatdi degan bo'ldi. Faqat jana ala ihrami. Xushpuruq ishlatgandigilar bu ihromlik holatiga jinoyat ishlangan bo'ldi. Fatalzamuhul kaffara. Shundan kaffarat vojib bo'ldi dedi. Ana xushpuruq degan nimadan iborat? Xushpuruq degan xos atir va xushpuruq qilib ishlatilgan narsaga xushpuruq deymiz. Ammo uningdan boshqa narsa bo'lib qolsa, xushpuruqi bor, lekin uningdan boshqa narsa bo'lib qolsa, tafsilot bo'ladi. Ammo masalan xushpuruq desak atir, ajmi chachadigan, mishki ambar, ajina narsalarni xushpuruq deymiz. Ammo masalan olma desak olma, lekin xushpuruqi bor. Masalan, yoki masalan pinna desak pinnaning xushpuruqi bor. Har turli yog'lar, yog'dan xushpuruq bo'ldi ba'zida. Biyning xushpuruqi bor. Lekin bu yemek içmek qatoridan bo'lg'achqa, xushpuruq xos bilan ishlatilgan bo'lmag'achqa, buni yeysi bo'ladi dedi. Ammo birisi bir qo'shiq atirini ko'p qilib ishlatsa bo'lmaydi. Yoki tamoqqa aralashtirib atir ishlatsa bo'lmaydi dedi. Sopundan normal adet sopun bo'lsa, sopun turaydigan. Uni mayli. Ammo atirlik sopun bo'lib qolsa, masalan atir sopun deymiz-ku, qo'l yuydigan sopun bo'lib qolsa, bunda ehtiyot qilinadi deymiz. Bunda atir deb ishlatmasa, lekin yuzni yuvgandan keyin turadi. Masalan, tish pastasi shundoq, shampuni shundoq, biz buni o'tganda deb o'tdik. Bunga matib puruqlar narsalarimiz demaymiz. Atir xushbo'y shaklda ishlatilgan narsalar. Ammo boshqa narsalarningki mizlik puruqlari bo'lishi mumkin. Yani o'sha ihromlik holatda nima uchun xushbo'y ishlatish shaklangan? Biz buni bayon qilib o'tgan shundami? Bu anda shu dunyo rohatidan, dunyo zinnatidan jiroqlab, butun diqqatimizni oxiratga to'g'rilash uchun. Yani bu xushpuruq ishlatgan taqdirda inson o'zi aşk qilayotgan muhim ibodatni unuttirib qo'yishi mumkin. Dunyoni o'ylab. Hajilan umrning maqsadi bo'lsa, bu dunyo o'zir holatlardan to'liq uzilishdan iborat. Yana bu xushbo'y va atir bir narsalar shahvat qo'zg'aydigan narsa. Shahvat qo'zg'aydigan narsa bo'lg'achqa, bu saddi zariya babidan cheklangan. فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث كان جماع ومجموع الناس اللي يشتغلوا. Şuna ezgi bağın, ailelik bağın takdirde etir ve keza bir nesini jirak juruşturup işler. Bulması izleyecek işletildi. Kabe'nin sileli kaçtı mesela, çok yamaniydi. Kabe'ge aslında sürtüp koysa taz doğramaz. Kabe'ge koyak etirini sürtüdü. Bu anda gayri puruqlarımızdan demek ki, lekin bunun hatırı nerede? İhramlık kişi kilep başı iltizamda bedenini çapladı. Kabe'nin yopuğu esip durup dua kıldı. Aynı kılanı bedeniga ya ki ihramlık kiyimiga aş etirden sürgelse şeklengen bir daire kirdirin. Matırıbıdan hatırlıken. Şu buna şu sodir misallıkla başka şekilde nuklis lazım. Bunda etir sulmayın onunla. Başka şekilde bir müzik kuradigan bir işini kılış lazım. Yolguma çeçirdi da. Adamcı qoğan iken gayri puruq kurulmasında. Ama taze doğru işemezsin. İhramlık kişi hatalıkka destek oldu. Kendişede şu işletse bir koyu kan kildi dedi. Bu anda şu Ka'b ibn Ucra radıyallahu anh'ın ve ayetteki Marida Abiye Adem Mirası fafidye. Bu çaç çütüşken ayet verdiniz. Yani veya da etin işletişine çaç çütüşke kıyas kılıyordunuz. Ne uçansa çaç çütüş mü? Bir xil rahatlanish. Etin işletish mi? Bir xil rahatlanish. Lekin Hanefi mazhab buni qasdan o'zirsiz qilgan ahvolda bir qo'y deb bitti. Fatalzamuhul kaffara bir qo'y qon keldi. Fa in tayyaba udwan kamilan
bir a'zoni, bedendagi bir a'zo. Bir a'zo desak bu cho'ng a'zomi bor masalan, qo'l. Masalan, og'iz desak kichik a'zo. Ya ko'zlarni masalan bir a'zo desak, bu kichik a'zo. Cho'ng va kichik bor, lekin bir a'zo deb bekitdi. To'liq bir a'zoni xushbo'ylasa, masalan, karrasi va saq, beshini, pochqini, maydisini, qo'lini degandek. Faqat hasalal irtifaqul kulli. Bu odamda irtifoq degan ishda ashrifqidin kelgan. Ya'ni at-taraffu shada bir xil oramalish, huzurlanish, bahramon bo'lish degan. O'sha to'liq bahramon bo'lish bo'ldi. Al-kulli degash kamil degan. Fatajibu shatun. Ulardan bu to'liq bir foydalanish bo'lgandan to'liq bir taraf bo'lgandan bir qo'y keldi. Bu ig'ir deymiz. Ig'ir o'g'achqa bir qo'y keldi. وما دون العضو الجناية قاصرة فتجب صدقة. Yani bir azadan tüven bolsa, bir azanın yerimizin ciqraqı, bu çağda cinayet toluk bulmadı. Fetecibu sadaqatu. Mağınken bir adı kan kelmey, sadık kildi. Ve hiye muqaddaratun binisf sa'i burrin. Sadaqının ki miqdarı buğdaydan yerim sa'. Eğer buğday olma başka asıdın bolsa, bir sa' deyilgan ahvalı var. Bunumuz bayan kıyılan. لِأَنَّهُ أَقَلُّ صَدَقَةٍ وَجَبَ الشَّرْعًا. Çünkü bu şeriatta belgilengen sadaqaların içinde en tuvan muqdarmış o. Bunun aşağı mesela bir sa' onda bu çünkü. Kel fida. Mesela roz tutanmayan kişi, roz tutsa kızınıp kaldığan, ya tutanmaydıgan, kesel, yaşın ketken kişiler. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسكين. مش طعام مسكين لما نصف ساعة من بر وساعة من غيره. مثلا فديك أخشاش ده رزقان مصر بدغان فديك أخشاش. والكفارات كفارات نشر مثلا رمضان دا رزقنا جماع olan بزرگين kişi 60 gün rızıktı. Rızıktamız şu her bir miskinge nisf sa'a bur buğdayda yarım sa'a fidye verdi. Bu şunu okşaş. Demek bu kafarat var nisf sa'a buğday bir iş var. وصدقة الفطر ونحوها. صدقة الفطر دمو buğdaydan yarım saat degan. Undan ki ana kimazatda bir azadın tuvarrak yani azraq yani xushbo'ylasa bu irtifoq kamil bo'lmaydi. Bunda bir qo'y kelmay sadaq qildi. Sadaqning miqdori nisf sa'. Çünkü bu yerda oziqlik qarab belgilaymiz bilan kimazat. Ama oziqlikning fasili nima? Badanning bir a'zo olib qolsa, to'liq bo'lsa bu jiq degan. Bir azadan az olsa azgen bulup olacak sadaqa vacip buludu. Ama cumhur ulamalar azcık deb yoki onda bir aza deb ölçem qilmay hammaga shu uch xil ixtiyorlik bor. Qancha gatiri suvab qolsa uch narsaning birisini qiladi degan. Xo'sh, aza chiqib bir azadan ayrim yo'q, ayrim aza bo'ldi. Cumhurimiz şunda deydi olsa, bunun da şeriatta bir belgileş gelmedi. Hem adette etiri soğugan kişiye bir azal tuluk soyduğun ahval yok. Bir azanın bir kısmını soğuk koyduğun ahval var. Lakin bunda bir azada belgilenişiniz şeriatta kelmeyen belgileş. Qala ve kullu ma lahu raihatun tayyibatun mustaladzatun fehuve tibun. Aşımızlık pıraydıgan, kuş pıraydıgan, qandan asıl olup qalsa bu kuşbo'y dairesi kirdi. Kel misk. Mesela misk. Bu kiyikten çıkıdan misk. Şu şizandaki kiyiklerden çıkıdan. Ya, bu misk. Bu maxsus bir xil kiyiknin ki erkekinin qo'saq ishidan yoki shunda kindikinin qishdan chiqilgan bir xil qon uyib qolgan yoki qon yoki bir xil ifrozat deymiz. Badan anda bir suyuqlik chiqarib, shu anda qatidi. Qatgandan keyin tashlaydi yoki o'chilib elib oladi, shunda yasaydi. إن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعد دم الغزال. والكافور كافور ديامون بزما ميتنا جوغان چاغدا جوترغان چاغدا işletilgan daraxtning yelimdek bir narsa. والحناء خنا والورس زرچivadı. والزعفران زاقا والعود arçı degandek bir daraxtning aşında ishlab chiqarilgan eng qimmat xushburoqlarning birisi. Bu daraxtni mesela Hindistan çıkılan daraxt desek, daraxtni parçalab, onu soqab, undaq qilib, onu 60 kundagi, 30 kundagi bir xil qaynatib, suv tamsilab qilib, onu quritib, ashunda bir ishlab chiqarilgan qimmat bir narsa. Yo'q, sandal boshqa.
O'tman da xushpurakni bu asli daraxt nasıl olan ekan, buni undan cho'qqa azroq tugab qo'ysalar, isiriq shaklda bunun chiqib buxor bo'lgan. Uyni isiriqlaydi. Na xushpurak chiqadi. Arablarning eng asl xushpuraklarning birisi. Vel ambar şu hadisimi keldiğo sahabe-kiramlar denizning sahiliga kelgan chaqda o'zuktiligi tugab ketgan chaqda bir kit chiqib qolgan. Shuni 18 kun yegan sahabalar. Bunun bir qiltiriqini da qo'ysa, chigidan tugilan o'tib ketgan. Bu ambar degan shu hutul ambarda bunda bir turli kit bor, yoki lahan. Shuningki, ba'zilar deydi bu tizigi deydi. Ba'zilar tükürib qusqa tükürib etgan bir narsa desak, bu ondan denizda tuzli suvda layla yurib, bunda xushpurak narsaga aylanadi. Val g'aliya degan miski ambarlarning aralashtirilmasi. Aralashtirib yasalgan bir xil xushpurak. Val xiri bu nashqli rangda o'silgan bir o'simlikning chechki desak, nima siriq rangliginiki g'ayet obdan xushpurak bo'lib, shunda yasalgan xushbo'y. Val banafsaj degan banafsha. Va nahwiha. Ya shunga o'xshash masalan. Asfur deymiz, reyhan deymiz, qizilgul deymiz, yasemin deymiz, Mısırda ful deymiz. Ful emas, ful. Vakada duhnul mutayyabu xushpuraklangan yağ maylanı shunda deydi. Yağ yoki mayga bu suyag'dek narsaga shu xushpurakni aralashtirib bir xil atir yasagan bo'lsa, shumi o'xshash. Wa huwa ma tubiqa fihi ar-rayahin u duhnul mutayyab degan quruqqa yaxshi gulchechaklar qayntilgan may deydi. Kalba nafsaj val ward qizilgul, binafsha, rayhangul degandek gullarni shu yog'da qaynatsa, keyin so'ygandan keyin shu bir xil atir bo'lgan. Wal wasmatu laysat bitibin. Wasma degan osma xushbo'y emas. Kerang lekin xushbo'y emas. Lekin ehrom bog'liq ayollar osma qo'yay deb qasa bo'ldi ekan. وأما الزيت والشيرج زيت من مطلق يبقاسا زيت يغي بمسا إضافة لين كلهم زيت الخروع زيت حبة البركات عندك كتب تيزا مطلق يبقاسا زيت يغي والشيرج كنجت يغي زيت يغي ولن كنجت يغي إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه نزلدا بو خشبي يسبلندو فطيب عند أبي حنيفة رحمه الله وفيه دم مش إشكال يغنش الفقاسا atir suğan bulab qan keladi. Li'annahu aslu tib. Chunki mush ikki xil yog' xushbo'yning asl moddasi shu deydi. Yani şu atir yasaganlar mushu zeytun yog'i, kunjut yog'iga gul chechakini tashlab, qaynatib, unda yasaydi deydi. Yazgan ekan buni ishlatsa va fihi ma izalatu ash-sha'r. Bu yog'ni ishlatsa, zeytun yog'ini, kunjut yog'ini chechagi suva mesela ishlatsa, yo'da chachning chuvuqi yo'qladi. Çaşni yumuştudu. Çaştiki bazı bir aşında pet bir nasıl olsa ötürütüşü mümkün. Yani bir xil xushpurakni bor bunda. Zeyt yog'ining xushpuraqi bor, kunjut yog'ining bir xil furqi bor. Va indahuma fihi sadaqa. Sahibaning nazarda bu yog'ni ishlatgan ahvolda, zeytun bilan kunjut yog'ini ishlatgan ahvolda sadaqasi bo'ldi. Bu yengil demakchi. Li'annahu laysa lahu ra'ihatun musallatun. Chunki uning alohida o'zirilgan bir furqi yo'q, atirdek furqi yo'q. İlla fihi izalat ba'd ash-sha'r. Lekin faqatdan unda chashning cho'qligini yo'qotib bo'ldi, chash maylavandek bo'ldi. Hasharatni yo'qotib qolishi mumkin, chashni yumshatishi mumkin. Fatajib sadaqa. Shuna bu yengil deb qarab sadaqa vojib bo'ldi deymiz, lekin qurbonlik, ya'ni qan qilish vojib emas. Ana shu xushbo'y ishlatgan chaqda, xushbo'yning moddasi kiyimga yoki badanga chaplashib olgan bo'lsin, chaplashmaydigan bo'lsin o'xshash. Masalan, isiriq sapdi. Uyda masalan isiriq silab, bu ehromlikqa hozir shu xushbo'yniki puroqqa sindi. Nima? Mesela tamak şekerlerini kim pıraydı? Tamakın ısısını. Şunga o'xshash bu xushbo'y puroq pıraydigan bo'lib qolsa, agar baklam kuchlik sınıp ketgan bo'lsa, qon keladi. Agar azolab qolsa, salor keladi dedi Hanafiy mazhabda. Chunki bu yerda xushbo'ydan foydalanish bo'ldi, huzurlanish bo'ldi. Aslında isiriqlangan kishigami, isiriqlangan kishigami xushbo'ylandi degili bo'ldi dedi. Yani jumhur o'zining qaysi bo'yicha az bo'lsin, ko'p bo'lsin, bizga shu 3 xil ixtiyorlik berildi degan.
Yani şunga münasebet meselelerden ihramdan burun bedenge suğan xushbo'y bo'lib qolsa, ihram bağlagandan keyin mayli. Ihram bağlagandan keyin suğmagandan keyin burun so'p qo'ygan atibos mayli. Hazrat Aishaning ashadisimi ki anni anzur ila wa bi at-tib fi mafraq Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba'da ayyamin wa huwa muhrim bi hadisini shuni ko'rsatdi. Yani bir hadisda kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam li ihramihi qabla an yuhrima wa li ihlalihi qabla an yatufa bil bayt muttafaqun alayhi. Ama ihramlık kiyimi aşına etirlengen bulup qalsa, ihram bağlaştın burun, bu ihramlıkın işletiş şeklini doğum, yani bir ve malikimiz yok mümkün. Çünkü hadisler la telbesu şey'en mineth-thiyâbi messahu za'feran ev'l vars diyen. Ama Resulullah'ın mafraq Resulullah hadisler bedenge sus meyli deganni ko'rsatdi. Ularga kiyimni chekdigan bo'lishqa, manda xushbo'ylarga kiyim kiymanlar degan bo'lishqa, ayat ko'rsat va kiyimga o'tib ketmaydi. Eşya qilib qoldi. Yani bedenda bo'lsa mayli, kiyimda bo'lsa bo'lmaydi. Uning ustiga bedanga so'g'an atirlarni yuzi yuvsa yoki yuyinsa, yuyilib ketish ehtimoli kuchli. Lekin kiyimdiksa, kiyimni yuvsa, ketmasligi mumkin. Tahallul suğra da şu çağda süt koydun mu? O çağda şu ayarlar yakın şeklinde bu başka kiyim giysinin etrişlesin şekillenmeydi diyen. Etir purusçu, ehram galat etir purusa makruh. Lekin kan kelmaydi. Shafiy mazhabda kan tilda turadi. Ama etir dükkanına kirib o'ttashu. Masalan, ehram galat berib, ehram oldidagi etir dükkanlarni dükkanda o'tirib qolgan ahvoli bor. Bunun mayli, lekin ata aytanimda shu xushbiroqdan o'zira kirmasa mayli. Etirni ishlatish uchun ajna bir uyga kirmagan bo'lsa mayli. Lekin etirdan foydalanaydi, yo kiyimga shunda bir etir pursunda kirib ayni chiqadigan bo'lsa bo'lmaydi. Makruh bo'ldi. Etir so'lgan yostiq masalan, ko'pa bunda ishlatishni makruh deymiz. Ana nima vaziyatda mush etir badan bo'lib qolsa bir azatizgo, yani kiyim-kechak bo'lib qolsa ozchiqlikni qanday o'lchaymiz desa, ba'zi ulamolar urfiga asosan oz ishlatdi, jiq ishlatdi deb ayiramiz deydi. Yana ba'zilar bir qarish degan. 20 santa yaga etir so'sa, buningni jiq bo'lsa, jiqolida az bo'lsa azuldi. Ba'zilar etir so'lgan ehramning bir kun to'liq kiysa, bu chog'da jiqolida deb qaragan. Yani o şey ceza yoki kapparat keldi deydi, şu fidye keldi. Etir suğa aldı. Bir qo'yib qon qiygandan keyin, sadaqa bergandan keyin, shu etirni tez o'tish lozim. Ben bunun cezasını to'lab bo'ldim. Endi etirlik turay desa bo'lmaydi. Çünkü bu günah bo'lgandan keyin uni darhol yo'qotish lozim. Bir hadisimi Rasulullah ıg'sil jibbatak dedi. Yani bunu jumay davomlashib qolsa, yana bir qo'yib qon keldi. Günahlaşılan bunlar. Aşk xushbo'ylarni yeb ishga va surma shaklda tartishga, har turli ishlatishga bo'lmaydi. Mesela o'kil qilib serishga bo'lmaydi, buni temizishga, og'ziga temizishga bo'lmaydi. Hammasi harom ish va fidya keladi. Yemekçilikka aralashtirib qolib, purib ketsa, rangi yoki ta'mi bo'lmasa mayli. Ammo shunda bir iznasib qolsa bo'lmaydi. Masalan, choy bir narsaga shunda xushbo'ylarni saldaşlı bağı, zəfər çay, hər xil çaylı var. Aşında şu puruqı bulması lazım. Bulmasa aşında xushbo'y işletkendek buludu. Yep üstün, beden gitsin, olması şu kadar. Boşaş. Meyli. Xas bunda bir xushbiroq salınmagan narsa bo'lsa, masalan, limon issan limonning firqi bor, olma issan olmaning firqi bor, go'sht issan go'shtning firqi bor. Bu firqdan xoli emas. Lekin ashunda atir deydigan xushbo'y deb shu qator kiradigan narsani ishlatmaslik, iste'mol qilmaslik lozim. Xushbo'y daris kirdi. Nima uchun? Bu xushbo'y daris kirmasligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonidagi ahvol belgilangan bo'lg'achda, shariat shu asosda belgilangan. Va talbasu thawban masahu al-wars aw za'faran dedigo, zafa juqqan, endi keyin bosh kiyman degan ekan, boshqa millatning odat bo'lsin, bo'lmasin baribir.
قال وإن لبس المخيط أو غطى رأسه يوما فعليه شاة. Tikilgan kiyim-kechaklarni, ya tikilgan kiyim-kechaklardan maqsad tikilgan narsa emas, tikilib kiyiladigan kiyim-kechak. Shu maqsad bunda. Masalan, ko'nglak, shinkastron, masalan, ishton degandek narsalar. Lekin ihramlikning o'zida bunda bukib tikib qo'yilgan, ya bir yerini tikib qo'yilgan ahvol bo'lsa, bu cheklangan maxit doirasiga kirmaydi. Ularni bu tikishning o'zi cheklangan ish emas. Lekin badanga o'lchab tikilgan kiyim bo'lsa, cheklanadi shu. Kiyim kiyib olsa, bir qo'y qon keladi. Aw ghatta ra'sahu yawma, yoki beshini bir kun butun yuvib olsa, bir qo'y qon keladi. Bir kun to'liq yoki bir kecha to'liq yuvib olsa deymiz. Bu Ahmad mazhabning qarshida shunda. لأنهما من محظورات الإحرام أيضا لما بينا. Biz buni yuqorida bayon qilib o'tgan. İhramur racul fi ra'sihi degandek bayonlab bo'lgan. Ayollarning ihromi yuzda, erlarning ihromi beshida degandek. فإذا كان يوما كاملا فهو ارتفاق كامل. Bir kun to'liq yo'lib olsa, bu to'liq bahrilishdan iborat. Buningda bir qo'yqan keladi. لأن المعتاد أن يلبس الثوب يوما ثم ينزعه فتجب شاه. Chunki odatda bir kiyimni shu bir kun atayin kiyib kechtiriladigan endi odat bo'lg'achqa, bu irtifoq kamil bo'ladi. Irtifoq kamil bo'lgandan keyin bu ig'roq bahrilish bo'lgandan keyin bir qo'y keladi. وما دون ذلك bir kun to'liq bo'lmay, yarim kun ya bir necha soat kelgan bo'lsa, sadaqa vojib bo'ladi. Qusurul jinoyati. Buningda jinoyat bak ig'ir bo'lmagan, irtifoq kamil emas, irtifoq juz'iy bo'lgan yoki irtifoq naqis. Vaqt marra yuqorida buni bayon qilib o'tdik. Va an Abi Yusuf rahimahulloh annahu i'tabara akthar al-yawmi iqamatan lil-akthar maqam al-kull. Abu Yusuf rahmatullohi alayhining shu qoiz bo'yicha bir kunning ko'p qismida kelgan bo'lsa, bir kun hisob deb bir qo'y qon keladi degan. Ya'ni tikilgan kiyimni bir kunning ko'p qismini kiyib olsa yoki beshini bir kunning ko'p qismini yo'yib olsa, bir qo'y qon keladi demoqchi. Va an Abi Yusuf degani va an Abi Hanifa degan shularning kelgan navodir rivoyatdagi bayonlar. Lekin yuqorisi zohir rivoyat. Shuna Abu Yusufdan menda bir rivoyat kelib qoldi, Abu Hanifadan menda rivoyat kelib qoldi. إذا غطى ربع رأسه فعليه شاة كالحلق. Beşini tuttan birini yo'lga olib qasma, uningga bir qo'y qon keladi. Xuddi tuttan birini shudratsa, bir qo'y qon kelgandek. Va annahu mu'tadu ba'd an-nas. Bu ba'zi kishilarningki odat shu. Masalan biz do'q kelsak, boshning tuttan biriga kelishimiz mumkin. Uzunlik olsun, uzunsiz olsun. Uzunlik olsun o'xshash. Chunki shu faman kana maridan aw bihi adam min ra'si degan shu uzunlik shu. Ka'b ibn Ujra ayudika hawamuk demu uzunlik. Bunda shu uzunlik olsun, qasddan bo'lsin, bilmay qilgan bo'lsin o'xshash. Va Nabi Yusuf al-aktharu lima taqaddam. Abu Yusuf rahmatullohi alayhi yuqorqi qoidas bo'yicha 5ning ko'proq qismini yo'lsa keladi, bu mutkammaydi degan. Yani Hanifi mazhabda erlamu yüzde öyle olsa bir qo'y qon keladi. Lekin jumhur onlarda qaramaydi. Çünkü o'tganda dedik, bu ayollarning yüzü avrat emasdigan, fitna bo'ladi, bo'lmaydigan turib, oyda uch qo'ysan desa, akishning unda avrat emas dinga yo'q bo'lgan ahvolda albatta buni o'yishi lozim. To'rtdan biri emas degan masala ko'rib taqildi. Buni o'tganda bayon qilgan. To'rtdan biri, ya'ni bu mazhab qoiz bo'yicha shu o'lcham. Jumhurninkida mayli bo'lmasa taqvosi bo'lar, chunki bizni o'chib qo'yish kerak emas erlarni. Yana Imom Muslim Sayyid al-Waqi hadisda an Ummul Husayn radhiyallohu anha anna Bilalan aw Usamata kana rafi'an thawban yastur bihi an-nabiy sallallohu alayhi wasallam min al-har. Buni asosan birar raqamda beshig'i tutib tursin, yoki sayon ishlatsin, bu beshni yo'yib olgan doira kirmay, hechnim kelmaydi. Yani beşini yo'yib olgan doira kirmaydi. Masalan bir o'gizning ostiga o'ttasimi shunda, sayonning ostiga o'ttasimi, sayon ko'tarib olsin bu. Külli götürürsün şunda. Qala ve in halaqa ruba ra'sihi fa alayhi sha. Beşin to'rtdan birini shu tutib qolsa, bir qo'y qon keldi. Ham to'rtdan biri azolab qolsa, to'rtdan biri azim tushsa, sadaqa. Yana fi izalati ash-sha'fi va at-tafali. Chunki chashning to'rtdan birini tushirgan holda bu ittifoq kamil bo'ldi.
Çaşın çürütüşülen bu çaşının pakbeyip kılışı, çuqlıqı ve erxil pıraqlardan kutulgan buludu. Fekâne cinayeten alel ihram. Ondan ki bu ihramlık aletinde kılıngan bir cinayet. Thumma rubu qaimun maqamal kulli fil ra'si. Yani bir mazhabın qaisi boyunca tütten biri şu bütün başının orunda turdu. Ve huve adeti ba'dın nas. Bazı kişiler, bazı cemiyetlerde aşında çaşlarında bir kısmını şüttüp, bir kısmını koyup koyduğu ahvallar var. فكان ارتفاقا كاملا فتجب شاء لو كان مش تلتن بره خد başını toluk çürken bile okşaş toluk bahreliş olap igraq kedikildi o bozma bir koy وكذلك موضع المحاجم şundaqla hicab etgan qanaldırış Araplarning davomlash uchun qanaldırgan muayyan o'rinlar bor. Masalan, gadinda ilish mumkin, 5 yerdan dumbistim yerda oladi. المحاجم شو محجم من كل كيا شو موضع الحجامة بدل كان قنالدغان جايlar. Yani qanaldığan jayının çeşini mesela 5'den ağ tarafından bir yerden qanalmoqchi bo'lsa, shu yerdan biraz şaşın tushitib, undan shu yerni kritovar bilan kesib qon chiqirdi. Shu 5'den qon chiqarish uchun shu joyini çeşini tushitib qolsa, o'xshash, ya'ni bir qo'y qon keladi. Ana maqsudun bil haq. Chunki u ataytan bir tushitishdan iborat va fihi izalatu ash-sha'fi fa yajib ad-dam. Undan chashdagi cho'qliq va kazaldan qutulish bor. Undan keyin izalatu ash-sha's va taqal o'xshashlar bo'ldi, qo'y qon keldi. Bu Imom Abu Hanifaning qarashi. Va qala sohiban dedi, fi sadaqa. Bu kichikgina yana tushitib qanalish uchun qilgan narsa. Bunu bir qo'y qon kelmaydi, sadaqa keldi. Li'annahu halqun g'ayri. Chunki bu tushitish hozir chach tushitish uchun emas, chechin tushitay deb emas, qon oldirmanda boshqa bir ish uchun tushitishdan iborat. Bu bo'lsa o yel hijama. Unda ihrom holatda o qon oldirish cheklanmaydi ana bu mazhabda. وليست من المحظورات إحراملقتا شكلنا işlerden emas. فكذا هذا لكن قد الشن تشتشما شكلنا ناس olmaydı. إلا أن فيه إزالة شيء من التفت. لكن asıl maksat kan aldırış olan diken kan aldırış için şüttü bunu. Lekin çeşini yasash uchun emas. Shunda adamı azroq shartli yasalab ya qirqilda ahvol bo'lg'achqa sadr qildi deymiz. Qo'y kelmaydi. قال في حلق الإبطين أو أحدهما أو الرقبة أو العانة شاة. Koltukning tukini olsin, julush yoki tushitish. Ba'zi ulamolar julush sunnat deb qaraydi. İkkilisini olsin yoki birisini olsin, yoki birisining ko'p qismini olsin, bir qo'y qon keladi. Aw raqaba yoki gadindagi choch va tuklarni olsin, o'xshash. Aw al-ana awrtini tazlisin o'xshash. Bir qo'y qon keladi. Aydan li anna kull zalika irtifaqun kamil maqsudun bil halq. Bu ataytan bir bahrelish uchun, tazliq qilish uchun elingan narsa. Va huwa udun kamil. Bu butun bir a'zo badandagi. Fatajib sha, lonki igraq bo'lgan bir qo'y qon keladi. قال ولو قص أظافير يديه ورجليه قول قطلرنن ترناقلرن أبقاسا أو واحدة منها ياكي برقلنن كناسمو برقلنن كنا مثلا 5 parmaknın kinasa برقلنن oldu şunama 3 parmaknın kinasa koy kan gelmeydi 5'nin kinasa kildi 4'nin kinasa belki kildi gelmeydi deyişim. Ama şu 5 parmak bir koldan buluş lazım kan gidiş için. Ya Emmel cemiye, iki kol, iki pot yani, tut yani ki 20 parmaktan doğup, aşın hemmine asekilişe, felyanda o irtifakın tamın maksud. Bu toluk kandı, bedendeki şu kol tutlarının hemmesini tırnakla boz hemmine elbette. Bu toluk bir behreleş, huzurluleş. Ve fihi izalet şa'at. Bunda şu avarsılıkla yokturgan huzur eliş bağı. Fekâne mahzura ihramihi. Bundan iken bu ihramlık aletinde çeklenge işlerinin cümlesinin boğaçka فتجب شاة وكذا أحد الأعضاء الأربعة shundaqla ash 4 a'zoni ikki qo'l, ikki putni 4 a'zodir. Shuni birisini bir qo'lnikini olib qolsimi? Shundaq. Chunki bu irtifaqun kamil va inna yajibu fil kulli damun wahid. Nima uchun bu bir qo'lda bir qo'y qon kildi? Ikki qo'l, ikki putdan 4 narsada yana bir qo'y qon kildi desa, littihad al-jins, tirnaq jinsi birlashadi. Hammasi bir jins bo'lg'achqa bir qo'y qon kildi deymiz.
Lakin bir qo'lning tirnog'ini asimi, bir qo'y, ikki qo'lning asimi, bir qo'y, ikki qo'l, ikki putning asimi, bir qo'y. Azjiqning o'lchami 5 barmoq. Bir qo'l ya bir putning 5 barmoqdan asa bo'jiq bo'ldi, bir qo'y keldi. Unda az bo'lsa 3 barmoq bo'lib qolsa sadaqa keldi. 4 azar neredeyse çıktığın askını ödükenden bir qo'y qan keldi. 4 azar demak 2 qo'l, 2 put. 2 putninki ya 2 qo'lninki asa bir qo'y qan keldi. Birninki asa kelgan tursa وهذا إذا قصها في مجلس واحد. أنا bunu meclis asasida isolsak, bunu bir o'tirishda kesitib qalsa, tirnoqni olsa shunda. Fa amma idza kana fi majalisa bir necha o'tirishda tab qalsa, yajib bi kulli udwin dam. Har bir a'zoga bir qo'y qon keldi. Masalan, bir o'tirishda bir qo'lninki 5 barmoqni kelibdi. Yana ho'ylig'i chiqib, bir qo'lning yana 5 barmoqni olgan bo'lsa, 2 qo'y keldi deydi. Chunki majlisni e'tibor qilish bormi? Mesela talaq masalasida shunday bo'l, fi majlisin vahid desa bir. وقال محمد يجب في الكل دم واحد. İmam Muhammad rahmetullahi alayh tırnak asa neçe oturashda olgan bo'lsa, neçe o'tirib bir qo'y qon keldi. Annahu uqubatun fatatadakhalu. Çünkü bu bir ceza. Ceza olgan bu kirishib ketdi. Bir-biriga kirishib bilan bir qo'y hisoblab ketdi. Mesela maşinada Kızılçırağ'dan bir kadın ötep gitken bolsanlar bir ceza keldi. İki yerde kamera açıp kalması 2 ceza kelamdı, bir kelamdı. ولنا يعني للشيخين أن فيه معنى العبادة. Bu yerde bir taabbud manası var. Bunun da birgi savdetimiz, deb kalla ishlatib o'tmaymiz. İbadet degan shu qilma degan gap. Qilma degan ekan, buni qilmaysa, niyat bir qilib, kim oyat bir qilib, yana oyat bir qilsang, har birisi ayrim-ayrim jazo keladi. Fala tatadakhal. Undan keyin hammasiga bir jazo keladigan bo'lmay, ayrim-ayrim jazo keladi. Illa 'inda ittihadil majlisi faqat lam ay. Bir o'tirishda bo'lgan bo'lsa, u chaqda bir jazo keldi. Lekin o'tirish ayrim-ayrim bo'lsa, ayrim-ayrim jazo keldi. Masalan, sajda tilovaga kasbda sajda tilova. Mesela bir o'tirishda bir yoz yugurib o'tirib bilan 10 qatim sajda aytib takrorlasak, bir sajda keldi. Lekin 10 yoz o'tkilib har joyda bir qatim o'qigan bo'lsak, 10 qatim sajda qilish lozim bo'ldi. Yani bir barmoqni keyin shu tutqasi, bir barmoqning tirnog'ini yapqasi, her bir tırnak uchun nisf sa, bu birdek yani. Şu imamning nazarida al-imam va sohiban shular hammasi bir barmoqqa nisf sa sadaq keldi deydi. 3 barmoq bo'lsa 1,5 saat. 5 barmoq bo'lib qolsa bir qo'y. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk. Gençler mesela arabadan anlatamazlar da. Düğünün piyas kullandı ya ki düğünüme İslam köklerine çıktı. Ya biz düğün işine Resulullah sallallahu ehramlı qalatda düğüngan degan sayyiz bo'lg'achqa düğünsi bo'ldi. Ammo düğün ishda biz aslında çaşını kuşpurtduğun şampuan işletmeyimiz. Kuşpuraklık etri sokunluğunu işletmeyimiz. Sakaldan çakayımız. Ama çakayan çağda, jugan çağda çaşını tazımında uğlap, sakallını uğlap buna güzel kulumuzda çaşını çıkıp kalsa çadak çıkıda. Şuna boşaktan kutlamışlar mı? Jün oluruz. Jünü bulak kılıç ihtimal var mesela ihtimalından. Jünü şu açık bulu jündü. Jün başarı yok. Hem sıktın tarih kesse jünsü buldu. Ama jün işine irtifakul kamil, izal şahsı ve tefel dep dairge ammadın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem jün kan. Bunlar jünsü buldu kendine.